Bo'ldi, obunachilar, sizlar bilan Kaizo bugun biz avtomat modini ko'rib chiqamiz. Mana bu qo'limdagi avtomat modi. Hozir siz ko'rayotgan bu kichkina avtomat mod deb o'ylaysiz, lekin siz buni kuchini ko'rsangiz vashita anavi hayron qolasiz. Men buni qayerdan yuklashni o'rgataman. Iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying va like bosing. Video ketdi. Xo'sh, birinchi buni xususiyatini ko'rsatamiz. Xo'p. Buni xususiyati mana bunaqa. Hozir siz mana buni o'qlaymiz. Va buni bitta qilsangiz mana bittani yo'q qiladi. Endi bitta qishloqqa yo'q qilamiz. Qani edi? Mana men oldimda qishloq turibdi. Qani? Shuni o'qlaymiz. Bo'ldi mana. Bu o'zi qishloq o'zi yonib kul bo'ladi. Mana bu yerda ham yo'q qilamiz. Mana ko'rsataman isbot dalili bilan mana. Hamma davorit hammasi bor va ana ular ham bor, hammasi kalash, hammasi bor bu yerda. Pulemyot ham bor, snayper ham bor, hammasi. Keyin qo'shimcha bonus mana bu. Buni ham hozir ko'rsataman. Qaqot bo'ldim. Endi bir kalash ko'rsataman. Hozir kalashni olamiz. O'qlaydigani mana bu. Bo'ldi. Mana buni o'qib ko'ramiz. Qayli, yana o'qlaymiz. Shunday ko'rsatsam bo'lar-ekan-ku. Mana o'qlar, bonus o'qlar beradi. Avtomatdan beradi. Kamdan kam bo'ladi. Keyin buni bu kalash ko'rsataman. Qani edi, mana buni qo'yib masalan. O'ldi buni. Bo'ldi. Endi biz qayerda yuklashimizni ko'rsataman. Play Marketga kiramiz. Va hozir mana shu ilova. Endi biz qanday ko'rsataman? Guns mod deb yozamiz mana. Birinchi turibdi. Mana shunga kiramiz. Mana bu yerdan mana Guns and Weapons mod deganiga kiramiz. Ochishga kiramiz. Bu yerda xohlaganingiz chiqadi. Ba'zilar chiqmasligi mumkin, lekin eng haqiqiysi mana bu. Bu pishti yozuvga qilingan. Mana shu. Mana o'zi ham ko'rsatib qo'yibdi. Mana bunaqa yashikonlar ham bor. Mana bu aniq bo'ladi. Qolganlari keyin mana bu ham bo'ladi. Qani edi? Mana bu. Simple weapon nima deb. O'sha ham bo'ladi.